O'zi aniq shu joyda aytganmidi? Kelmayapti-yu. Kundan buyon o'tiribmiz, zerikib ketdim to'g'risi. Aniq shu joy. Ikkinchi xotinlar shu yerda yashaydi. Alimentini vaqtida to'lab qo'ysa bo'lmaydimi? 2 kundan buyon na uyimga boraman, na boshqaga zerikib ketdim to'g'risi. Ana o'zlari kelishyapti. Shu odammi? Shu. Yur, ketdi, yur. Farg'onada aliment to'lashdan qochib yurgan erkak ikkinchi xotinining uyiga kelayotgan vaqtida qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Majburiy ijro byurosi Farg'ona shahar bo'limi xodimlari tomonidan 1 yillik aliment to'lovlarini to'lamay kelayotgan erkakka nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Erkak esa qidiruv e'lon qilingan bo'lsa-da, aliment to'lashdan bosh tortib, yashirinib yurgan. Biroq olib borilgan tezkor qidiruv natijalari oqibatida qarzdor erkak ikkinchi xotinining uyiga kelayotgan vaqtida qo'lga olingan. Byuroning Farg'ona shahar bo'limi tomonidan qarzdorga nisbatan 1 yildan ortiq bo'lgan aliment qarzdorlikni to'lashdan bo'yin tovlab kelganligi sababli qidiruv e'lon qilingan. Olib borilgan tungi tezkor qidiruv natijasida qarzdorni shar'iy nikohda bo'lgan ayolining yashash xonadoniga kelgan vaqti ushlandi. Hozirda qarzdorga nisbatan Jinoyat kodeksining 122-moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirilmoqda.